24-yanvar haftaning shanba kuni mana bu qafasimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Zakazga tayyorlagan qafasimiz yo'llari atacento MDF'larda miramir shaklida qoplamasida yopganmiz. Ramkalari ponni temirdan har doimgidek. Chirpiskalari matvi qalinidan qo'yganmiz. Eshiklari arka shaklida va ichida 16 ta uyalari va bitta parlash xonalari mavjud qafasimizni. Mana ko'rinishlari juda ham a'lo darajada va qo'noqlari ham tashqi qo'noqlari bor va ichki qo'noqlari ham mavjud qafasimiz. O'tishkalari 16 ta mana arka shaklida keng holatda uylar mavjud, qo'noqlari yetarli darajada. Qafasimizning qulayliklari mana tagiga balonlarni o'rnatganmiz. Qiynalmay harakat qiladi qafasimiz. Juda ham udobli holatda tayyor bo'ldi. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, bo'yi 2,5 cm, uzunligi 1,40, yon tomoni 1,10 cm da o'z ichiga oladi. Qafasimiz orqa tomonlari ham kraskalari sepganmiz. Bemalol qishda yomg'irli havolardan foydalansa bo'ladi.